Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizning 27-videodan davom etamiz. Demak, biz o'tgan darsda muannaslik alomatlarini o'rgangandik. Demak, liman hadihi. Mana bu kimniki? Liman degan kim uchun, kimniki degani. Demak, mana bu sumka nazarda tutildi. Sumkani nima deymiz? Haqibatun deymiz. Haqibatun demak chamadon, sumka deganda muannas so'z bo'lgani uchun oxirida to'y marbuta bo'ladi. Shuning uchun bunga nisbatan hadihi so'zi ishlatiladi. Hadihi li Xolidin, bu Xolidniki. Ad-darrajatu Anasin hadihi, bu Anasning velosipedimi? Velosiped so'zi ham darrojatun, ad-darrajatu dedik. Demak, bu yerda muzofun ilayhi bo'ldi. Demak, muannaslik alomati bo'lgani uchun bu ham muannas so'z hisoblanadi. La, hadihi darrojatu Ammarin. Yo'q, bu Ammorning velosipedi. Hadihi jadidatun. Bu yangi. Demak, mana bu velosiped yangi uchun hadihi bu deb velosipedga muannas ko'rsatish olmosh ishlatildi. Jadidatun deb xabar berdi. Mana bu ham muannaslik to'y marbutasi bilan. Va darrojatu Anasin qadimatun. Va Anasning velosipedi eski. Hadihi sa'atu Aliyin. Bu Alining soati. Hiya jamilatun jiddan. U juda ham chiroyli. Demak, mana u deb aytiladigan so'z narsa buyumlarga ham ishlatiladi. Demak, bu yerda hozir soatga nisbatan u degan hiya so'zi ishlatildi. Muannasda hiya ishlatiladi. Muzakkar so'zlarda albatta huwa so'zi ishlatilardi. Hadihi mil'aqatun va hadihi qidrun. Bu qoshiq va bu qozon. Demak, mana bu rasmda ko'ramiz, mana qoshiq, qozon. Al-mil'aqatu fil qidri. Qoshiq qozonning ichida. Hadihi baqaratul fallahi. Bu dehqonning sigiri. Demak, baqaratun oxirida muannaslik belgisi bor. Demak, bu muannas so'z. Shuning uchun bunga hadihi bu degan so'z ishlatildi. Hada anfun va hada famun. Bu og'iz, bu burun. Yana bir narsani e'tibor olamiz. Insonning juft a'zolari muannas bo'ladi, toq a'zolari muzakkar bo'ladi. Demak, mana bu yerda og'iz, burun bular juft a'zolar emas. Shuning uchun bunga muzakkarlik so'zi hada so'zi ishlatildi. Hadihi uzunun va hadihi aynun. Bu quloq va mana bu ko'z. Demak, bu quloq, ko'z e'tibor beringlar. Insonning juft a'zolari bo'lgani uchun bunga muannaslik so'zi ishlatildi. Hadihi yadun va hadihi rijlun. Bu qo'l va bu oyoq. Demak, bu ham juft a'zolar bo'lgani uchun bunga demak muannaslik belgisi ishlatildi. Ya'ni muannaslik ko'rsatish olmoshiladi. Demak, biz unvonlik juft a'zolar muannaslik alomatlari hisoblanadi. Shu joygacha o'qib o'rganib